uylanib ketsa, o'tirasan. Voy bitta ko'z ostimga olganim bor edi, uylanib ketib qoldi ya. Bunaqa premium klass qizlarda bular. Sho'rga. Xullas, qoraka bo'lishi kerak. Qoraka bo'lmasa ham Qur'on xatm qilgan bo'lishi kerak. Arab tilini bilgan bo'lishi kerak. Keyin qarang endi, bu biznesmen bo'lishi kerak, u bechora qoraka. To'g'rimi? Ham biznesmen bo'lishi kerak. Katta firmalari, yo'q-yo'qlari, Nesvanda uyi, bundoq chiqqanda ko'zi ichib turganda pastda hamma ko'rinishi kerak. Jahongir Ortiqxo'jayev ham yurgan bo'lishi kerak. Bu tepada turibdi. Mashina bitta to'yga borishiga, bitta uy joyga ro'zg'or qilishga, bitta mehmonga borishga, mana shu короче 3 ta kamida mashina. O'ziga berib yuborishga, bu o'zida emas, o'zida 10-15 ta bo'lishi kerak. Bunga berib yuborishga, bunga berib yuborishga. Hamma narsa mol dunyoga bog'liq emas endi. Yo, sizni ertalashingiz faqat mol dunyoga bog'lanyapti. Astag'firulloh. Bitta bola bor-da, rassa boy. Allohdan qo'rqing. Rassa yaxshi-da, rassa kambag'al-da. Rassa boy. Allohdan qo'rqing. Rassa yaxshi-da, rassa kambag'al deb o'ylamayman. Bo'lgan mana Alloh tepamda turibdi. Yorasa kambag'al, o'rtancha oila deydi yoki. Umuman ijod qilish, ishlashi kerak emas. Bu ham o'sha erga tegandan keyin u hamma narsasini qilib berish kerak. 2 oyda yoki 3 oyda bir chet elga olib borish kerak, dam olishga. Ha, anti bizneslar bor-ku bolani xayolida. U biznesda kimdir qoladi kimdirga, bu becha aylantirib yurish kerak. Yo'q, xonasi qarab, voy, zo'rmi, muborak. Mana bunisi o'rtoq bo'lish kerak ikkalovniki. Ikkalovi ham bir xil boy bo'lish kerak. Bir-biridan misaman pul bo'lish kerak emas. Nimaga tegmayapti? Keyin iloji boricha mana shu ikkitalik bolalar urushyapti, deb bular topishyapti. Faqat bittasi uylangan bo'lib chiqyapti, lekin ikkinchisi kechib yuryapti dugonasi uchun. Tushunasizmi? Bo'lmaydi. Ikkita bir xil 27 yoshli bola bo'lish kerak ikkaloviga. Bir xil. Oy kunlari ham yaxshi bo'lib qolsa yaxshi bo'laga bir xil 27 yoshli bola bo'lish kerak ikkaloviga. Bir xil. Oy kunlari ham yaxshi bo'lib qolsa yaxshi bo'laga dvoynoy. Birga padarka. O'sha qayerda bor bilmayapmiz, lekin qidiryapti buni o'zi. Anita tup-tuzuk bola turibdi ishkalatda bola bunga atkaz berib uni kutyapti. Keyin частный samolyot, bitta villa Epsteynikidagi. Astag'firulloh, iymoni insofi bo'lsin. Ya, har kuni hadiya berish kerak bunga. Обязательно tros, braslet ham anaqa ingichka mana oddiy bolalar bizdagi bolalar beradigan ham 1 grammlik emas. Qalin mana bo'lishi kerak. Pul yopib mana xazina xudoq qo'yish kerak. Qidiryapti o'zi hozir. Hech kim topolmayapti, shaharda yo'q ekan. Shuning uchun Istanbulga chiqib kelishyapti 3 oyda bir. Men kecha shashlikka ham chiqdik. Umuman o'g'il bola yo'q, soat kechib ketdi. Xullas qiz. Men bilan adiz o'tirdik faqat. Butun zal qiz edi. Bitta